Juma surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katira la'allakum tuflihun. Alloh taolo aytayaptiki, bas qachonki namoz ado etilgach, yerda tarqalib Allohning fazlidan, Allohning rizqidan istayvering va Allohni ko'p zikr qiling, shoyatki shunda najot topsangiz dedi Alloh taolo. Qarang, mana shu oyat karimada Alloh taolo demak biz ibodatimizni ado qilganimizdan keyin tirikchilik uchun, halol kasb-kor uchun harakat qilishligimiz lozim ekanligini bizga uqtiryapti. Alloh taolo yaxshi ko'radigan kishi kasbni lozim